$48,500 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti do'stlar. Lokatsiyani qarang, hamma xohlaydigan lokatsiya. Aeroportda biz shundaygina yo'l ustidan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Akamiz $48,500 so'rayaptilar. Yana pul bilan kelsangiz savdosi bor do'stlar. Kvadrat metri 62 kvadrat. Hozir kvartiramiz ichkari qismidan ko'rsatib beraman. Xonalik 62 kvadrat metrlik kvartiramiz sotuvga chiqyapti do'stlar. Srochniga ulgurib qoling. Ushbu videomiz ko'rdingizmi? Srochniga menga telefon qiling do'stlar. Nimaga deganda tezda sotilib ketadigan kvartiralarimizdan biri. Tezda video obzorini boshlab beraman. Shunday kvartiramizga kirib kelganda ko'rishingiz mumkin, remontlar priyada bo'lgan, hali hech kim yashamagan do'stlar. Va bu yerdan birinchi xonamiz mehmonxona, anchagina keng, anchagina shinam. Va bu yerda ikkinchi xonamiz kattalar uchun yotoqxona, kravat, tumishka shkaflari o'rnatilgan va bu yerdan esa oshxona qismimiz. Marhamat, anchagina qulay. Lokatsiyani qarang, lokatsiya hamma xohlaydigan lokatsiya, aeroport yo'li ustidan va bu yerdan bolalarimiz